هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Gafir tefsiri 10. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri uygulaş tercemesi Gafir suresi 10. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şübhisiz ki kafirlarga Allah'ın dünyada silerge bolgan gazibi silerning ahiretde bir-biringlarga bolgan gazibinglardan eşip düşüdü. Çünkü siler imanga davet kılınatdinglar. Lekin iman etmaytdinglar deb nida kılındı. Ular Rabbimiz bizni 2 qetim öldürüp 2 qetim terildirdin. Biz günahımızı iqrar qildik. Endi chiqish yo'li tepilami deydi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga sherik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, onu tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hüküm yüksek, büyük Allah'a xasdır. Allah sizlarga kudretinin alametlerini gösterdi. Sizlarga kökten yağmur bilen rızık düşürüp berdi. Fakat Allah'ın taatiga qaytgan kişiler Allah'ın ayetlerinden vaz nasihat aladı. Dininglarni şirikten ve riyadan sap qilgan halda Allah'a ibadet qilinglar. Kafirlar yaqtirmagan taqdirdimi? Kafirlarning davzax kirgandan keyin pushaymon qiladiganlik to'g'risida. Allah Teala bu ayette kafirlarning qiyomat kuni lovuldab qattiq kuyayotgan o'tning ichidagi chaqda chaqirildiganligidan, bu chaqirishning ulardan ilgari hech kimga bo'lib boqmaganligidan, faqat Allah Teala'ning azobiga duch kelganda bo'ladiganligidan, shu chaqda ular davzaxga kirishga sababchi bo'lgan yomon ishlarni ilgari qilganliklari uchun o'zlariga qattiq açıqlaydiganligidan şu esnada farishtalarning ularga yuqur ovozda ularning dunyodagi chig'ida iymonga chaqirilsa kafir bo'lganliklari uchun Alloh taolaning dunyoda sizlarga bo'lgan g'azabi sizlarning bugun qiyomatda mushu holatda o'zinglarga bo'lgan g'azabinglardan qattiqdir deydiganligidan xabar berdi. Allah'ın dünyada sizlarga bo'lgan g'azabi sizlarning oxiratda bir-biringlarga bo'lgan g'azabinglardan eshib tushidi. Chunki sizlar iymonga da'vat qilinatdinglar, lekin iymon etmaydinglar deb nido qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada muntaq deydi. Azg'unlar dunyoda iymonga da'vat qilinganda uni qabul qilmay, bo'yin tovliq qilganligi uchun Allah Teala'nın dünyada ularga bo'lgan g'azabi ularning qiyomat kuni Allohning azobini o'z ko'zlari bilan ko'rganda o'zlariga bo'lgan g'azabidan qattiqdir. Hasan Basri, Mujahid, Suddi, Zar ibn Ubaydullah, Hamadani, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, ibn Jarir Tabari qatorliqlarmi bu oyatni mushuning o'xshash tafsir qildi. Ular
Rabbimiz bizni 2 qitim o'ltirib, 2 qitim tirildirding deydi. Savri Abu Ahvasdan İbn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Allah'ını qandaqmı inkar qilsizlarki, cansız edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Yani atanglarning pushtida, ananglarning qornida abi meni edinglar. Keyin ajinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin terildirdi. Ondan keyin Allah'ning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar degan oyatning ma'nosiga o'xshaydi dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma Zahhak, Qatada ve Abu Malik qatorliqlarni o'xshash dedi. Bu yerda demoqchi bo'lgan asosiy maqsad shuki, kofirlar qiyomat kuni Allohning oldida hisob berishi uchun turganda bu tövendeki ayeti deyilgendek özlerinin dünyaya qaytarilishini so'raydi deydi. Eğer sen günahkarlarning Rabbining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'radigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Ularga javob berilmaydi. Ondan keyin ular do'zaxni o'z ko'zlari bilan ko'rganda, do'zaxda bo'layotgan azob oqibatga qarab, dunyoga qaytarilishni dastlabki qitimkidanmi bakrak ching turib so'raydi. Biroq yanada javob berilmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatlik bir holini ko'ratding. Ular koshki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik ve mu'minlardan bo'lardik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq arzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etadiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Ular do'zaxga kirsa, uningdagi o't ovozi, tayoq to'qmoq, zanjir kishanlarning azobini tetsa, ularning dunyoga qaytish to'g'risidagi talabi texmi qattiqroq bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ular do'zaxda: Rabbimiz bizni chiqarib olsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib to'laydi. Alloh aytadi: Sizlarga umringlarni uzun qilib vaz nasihat oladigan odam vaz nasihat og'idak vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Endi azobni tetinglar. Zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. Rabbimiz bizni do'zaxdan chiqargan, ondan dunyoga qaytargan. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Alloh aytadi: Jahannamda xor holda qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar. Bu oyat-i karimda ular talablarini siyliq sipoyilik bilan söz əgitiş usulida bayan qilib mundaq dedi: Rabbimiz bizni 2 qitim o'ltirib, 2 qitim tirildirding. Yani senin kudretin büyüktür. Sen hakikaten bizni cansız holatdan canlı holatga akelding. Ondan keyin bizni o'ltirding.
Ondan keyin bizni terildirding. Sen xalagan narsani qilishga qodirsan. Biz haqiqatan gunohlarimizni e'tirof qildik. Biz haqiqatan dunyodagi cheg'imizda o'zimizga zulm qilg'uvchilardan bo'ldik. Endi chiqish yo'li tepilarmi? Ya'ni sen bizni dunyoga qaytarishga ma'qul bo'lamsan. Sen haqiqatan shunday qilishga qodir. Biz dunyoga qaytarilsak, burun qilgan amallarimizdan boshqa amal qilardik. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim kishilardan bo'lib qolamiz. Ularga javoban, sizlarning dunyoga qaytishinglarga yo'l yo'q deyiladi. Ularning dunyoga qaytarilmasligining sababi ularga mundaq bayon qilindi. Sizlarning tabiatinglar haqni qabul qilmaydi. Uni talabmi qilmaydi. Balki uni yomon ko'rdi va uni qabul qilishdan sizlarni to'sidi. Bu shuning uchundirki, sizlar Allohni bir deb bilishga chaqirilganda buni inkor qildinglar. Agar Allohga shirik keltirilsa, ya'ni Lat, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Ya'ni agar sizlar dunyoga qaytarilsanglarmi, mana shunday qilasizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, men qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etadi degan va'dasida yolg'onchilardir. Hüküm yüksek, büyük Allah Teala'ya xasdır. Yani Allah insana adil hüküm kılgıcıdır. Zulüm kılmaydı. O xalqan adamni hidayet kılıdı, xalqan adamni azdırdı. O xalqan adamni rahmeti astığı alıdı. Xalqan adamni azaplaydı. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah sizlerge kudretinin alametlerini gösterdi. Yani Allah insanlığa ular ko'rib turayotgan osmon va zimindagi mahluqotlarda Allohning komil yaratquchi, yo'qdan boqig'ichi va ijod qilg'ichi Alloh ekanligini ko'rsatadigan buyuk alomatlarning o'z qudrati ekanligini oshkor qiladi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib berdi. Bu yerda ko'z tutilgan rizq yomg'ir bo'lib, uning bilan ta'mlari, puroqlari, shakllari ve rengleri farklı bo'lgan ziraatlarni ve meyve-çivilarni o'stirib berdi. Gerçi yağmurning suyu bir bo'lsa-mu, Allohning buyuk qudrati bilan bu suvdan o'sgan narsalarning orasida farq bordir. Faqat Allohning taatiga qaytgan kishilarla Allohning oyatlaridan vaz-nasihat oladi. Ya'ni faqat yiroqni ko'ra oladigan Allah'ın taatiga qaytgan adamlar bu narsalardan ibrat oladi. Tafakkur qiladi va ularni yaratquchi zotning ulug' ekanligiga dalil isbot qiladi. Mu'minlarni har qanday ahvolda yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishga buyurish to'g'risida. Dininglarni şirikten ve riyadan sap qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kafir yoqtirmagan taqdirda. Kafirlar yoqtirmagan taqdirda. Ya'ni ibodat ve duani yolg'iz Alloh taologa xolis qilinglar. Mushriklarning tutgan ve mangan yo'llariga qarshilik bildiringlar. İmam Ahmad mundaq rivoyat qildi. Abdullah ibn Zubayr her namazda salamdan keyin mundaq deydi. Yolg'iz Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning hech shirki yo'qdir. Padişahlık onunğa xasdır. Cemi hamd sana onunğa xasdır. Allah her narsaga qodirdir. Kuch-quvvat faqat Alloh taologa xosdir.
Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Biz fakat yalğız bir Allah'ta alakalı ibadet kılımız. O nimet ve fazil egisidir. Güzel maqtaşlar onunğa xasdır. Allah Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Kafirlar yaqtırmagan taqdirdimi? Biz dinimizni şirik ve riyadan pak kılgan halda Allah Teala'ga halis ibadet kılımız. Abdullah ibn Zübeyir Peygamber aleyhisselam her namazdan keyin o kelimeler bilen tesbih etdi deydi. Bu hadisning o'qishini İmam Muslim, Abu Davud ve Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Muslim Abdullah ibn Zübeyir radhiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam farz namazlarning oqidan mundaq deydi. Yalğız Allah'tan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. Allah'ın hiç şirki yoktur. Padişahlık Allah Teala xastır. Cemi hamd sana onunğa xastır. O her nersige qadirdir. Kuch kuvvet fakat Allah'a xastır. Allah'tan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. Biz fakat Allah'a ibadet kılımız. Nimet ve fazil Allah'a xastır. Güzel maqtaşlar Allah'a xastır. Allah'tan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. Kafirlar yaqtırmagan taqdirdimi? Biz dinimizni pak kılgan halda Allah'a halis ibadet kılımız. Allah'ın mertebesi yuqurdur. Allah arşning egisidir. Halayık mulaqat boluşidigan gün, yani kıyamet günüden agahlandırış için Allah öz hükmü boyunca bendilerden xalagan adamga vahiy tushirdi. Ular qabrlardan chiqqan kunda Allah'a ulardan, yani ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfi bo'lib qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allah'a xosdir. Bugun her odamga qilgan amaliga yarasha jazo berildi. Bugun zulm yo'qdir. Allah hakikaten tiz hisob olg'uchidir. Allah Teala'nın bendilerini kıyamet günüden agahlandırış için vahiy kılganlık doğrusudur. Allah Teala bu ayette özünün büyüklüğü ve uluğluğu, büyük ve yüksek erşinin cemi mahlukatlardan üstün ikenlik doğrusu da haber verdi. Allah Teala bu vakti mındaktaydı. O azap asman şoğutlarının ilgisi Allah tarafından boğan. Periştiler ve ruh, yani Cibril Allah'a şundaq bir günde örleydi ki onun uzunluğu 50.000 yıl keledi. Bazı adımların etişçe erş kızıl yakutun bulup onun iki tarafı kenarındaki 50.000 yıllık mesafe. Onun 7. qavat zemin gıcı boğan egizliki 50.000 yıllık mesafe iken. Allah öz hükmü boyunca bendilerden xalagan adamga vahiy tushirdi. Bu vaqtda Allah Teala mundaq degan. Allah öz iradesi boyunca xalagan bendilerge perishtini vahiy bilan nazil qilib mundaq deydi. İnsanlarni agahlandırınlar ki menden başka hiç ilah yoktur. Menden, yani azabımdan korkunlar. Şüphesiz ki Kur'an adamlarının Rabbi tarafından nazil kılıngandır. Agahlandırıcılardan buluşunlar için işençlik Cibril onu senin kalbinge ilip düştü. Halayık mulaqat buluşidigan gün, yani kıyamet günüden agahlandırış için bu ayet hakkında Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qildi.
yevmut talaq, ya'ni muloqot bo'lishadigan kun, qiyomat kunining ismlaridan biridir. Allah bandalarini u kundan ogohlantirdi. Shunga har qanday odam yaxshi yomon amali bilan pat yaqinda uchrashadi. Ular qabrlardan chiqqan kunda Allohga ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfi qolmaydi. Ya'ni ularning hammasi ochiq-oshkor bo'ladi. Ularni hech bir yoshirg'ichi, ne soya tashlab turg'ichi, ne parda bo'lg'ichi bo'lmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Alloh xosdir. Yuqorida Ibn Umar radhiyallohu anhumaning bayon qilgan hadisida Alloh taolo osmonlarni va zaminni changalar qatlab oladiganligi, ondan keyin men podshoh, men qahir qilg'uchi, men ulug'liq egisi. Zaminning podshohlari qini, g'oliblar qini, ulug'lar qini deydiganligi rivoyat qilingan. Sur to'g'risida kelgan hadisda Alloh taolo jami maxluqning jinini olganda hech shirk bo'lmagan yolg'iz Allohdan boshqa hamma narsaning o'ladiganligi. Shu chaqda Alloh taoloning 3 qitim bugun podshohlik kimga xos deydiganligi, ondan keyin o'ziga g'olib bir Alloh xosdir deb javob beradiganligi bayon qilindi. Ya'ni Allah hamma narsa ustidan g'olibdir. Bugun har odamga qilgan amaliga yarasha jazo berildi. Bugun zulm yo'qdir. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda yaxshilik va yomonlikqa zarrilchilikmi uvol qilmasdan, balki bir yaxshilikqa 10 hassa mukofot berib, bir yomonlikqa bir jazo berib, kishilar orasida adil hukm qilinganligidan xabar berdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: bugun zulm yo'qdir. Imom Muslim Abu Dar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning hadis qudusida Alloh taoloning mundaq deganligini bayon qilganligini rivoyat qildi. Allah, ey bandalarim, haqiqatan men zulmni o'zimga harom qildim va uni sizlarning oranglardan harom qildim. Bir-biringlarga zulm qilmanglar. Ey bandalarim, u haqiqatan sizlarning amalinglar. Men uni sizlarga xotirlab qo'ydim. Sizlarga uningga qarata to'liq mukofot yoki jazo beraman. Kimiki yaxshilikqa erishsa, Alloh taolaga hamd sano etsin. Kimiki yaxshilikdan boshqaga erishsa, o'ziga o'zi malomat qilsin. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo xaloyiqning hammasidan xuddi bir odamdan hisob olgandek tez hisob olg'uchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin terildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning terildirilishiga o'xshashdir. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. Biror shay'ini yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning oralig'ida o'rinlanadi. Alhamdulillah. Yuqorida Sura G'ofir tafsiridan 17-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.